Assalomu alaykum Xorazm Erolar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Xorazm Avtotech xizmat avtosaloniga keldik va yangi Damas'ni ko'pchilik ko'rib o'sib ketayotgandi. Lekin xarakteristikalari, metan qo'ysa bo'ladimi, shartnoma ochiqmi, narxi necha so'mdan boshlanadi, motorlari nechik, sig'imi nechik va albatta nechik provat talab qilinadi. Sababi 8 odamni deb ko'pchilik aytib turibdi. Bilasizlar, 8 odamlarga D kategoriya kerakdan ishlardan. Hozir shularning to'liq ma'lumotini olish uchun Xorazm Avtotech xizmat avtosaloniga keldim. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun ma'lumot olib berishga harakat qilaman obunachilar. Sizlardan bir like va chiroyli kommentarlaringizni yozib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Adreslarga keladigan bo'lsak, chap tomonimiz Obulgayni ko'piridan tushib kelaverishimizda Galina do'kon bor. Shundan svetofordan o'tishingiz bilan eski Dayotexni ko'pchilik biladi. Shuning o'rnida hozir Xorazm Avtotech xizmat avtosaloni joylashgan. Bu yon tomonimizda esa Telecenter, G'oyu, Taxtabozor tomonidan kelaverishimizda oldindan bir marshrut o'tadi. O'ng qo'limizda joylashgan bo'ladi. Xullas hozir giramiz. Assalomu alaykum. Og'a yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum Umirbek aka. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Obunachilarimiz endi yangi Damas'ni ko'pchilik ko'rib o'sib ketyapti, lekin bilmagan yoki eshitmagan obunachilarimiz uchun ma'lumot beramiz. Avvalgi videoda aytgan ma'lumotlar ham qisqacha berib o'tsak, keyin boshqa avtomobillar ham nov yangiliklar bo'lib turibdi. Shular haqida ma'lumot berib o'tsak. Avvalambor assalomu alaykum Xorazm Avtotech xizmat obunachilari. Qolaversa, Og'abekning Xorazm Erolar kanalidan ashaddiy muxlislari, obunachilari YouTube kanal ochishda, YouTube xudo xolasa. Bo'lmasa qisqadan biraz so'zlayveramiz. Arkayn. Bugungi kunda bizda yangilik olib kelibsizlar, qo'shimcha ravishda sana qo'ldan kelgancha shu yangiliklarni yaratib beramiz. Ya'ni bizda birinchi yangiliklardan birisi, ko'pchilik odam ko'rib bo'ldi уже. Damas avtomobilining 3-versiyasi, ya'ni Damas 3 avtomobili kelib keldi. Bu avtomobilni masalan tanishtirib o'tamiz. Aha. Svetlarning ishlari bor ekanmi, Umirbek aka? Hozircha svetlar aniq emas. Xudo xolasa yangi kelgandan keyin batib boramiz. Yesa aytamiz. Birinchi Damas Max 1. 1.2lik motor, LB0 deydi. 134 million 439 ming so'm. Bundan so'ng bo'lsam Damas bu van variant, ya'ni yuk bosadigan. Bas. 2 odammi? 2 odamlik, oldinda 2 odam o'tiradi, izda yuk bosadi bo'ladi. Oyna yopiq bo'ladimi, ochiq bo'ladimi ekan? Ochiq bo'ladi. Ochiq bo'ladi. Ha, labo o'xshaydi shunda. Keyin oyna bo'lmaydi. Oynasi bo'lmaydi, temir oynasi. Hozir uni ko'rish imkoniyati bormi yoki rasman rasasi bormi? Rasmlari bor. Bor. Ikki oyna bo'lmaydi, o'sha oyna bo'lmaydi bo'lgani. Shu laboni kattaroq varianti. Ustida beklar qiladi. Labo bo'lsa beklar bo'lmaydi, ochiq turadi. Ha, tushunarli. Keyin bundan 2 xili bor, Damas One'ni, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi 1.2. Ikkisini farqi bo'lgani motorida. Ikki atmosferani, biri 1.2lik, biri 1.5lik bo'ladi. Keyin Damas Mov degani, Damas Mov Pass, 1.2lik motor. 1.2lik motor, 1.5lik motor bor. 1.2lik motorning 2 xili bor. Tushundingmi? 139 million 675 ming so'm. Avval. Bu birinchi pozitsiyasi, ya'ni 3.8 odamlikning iborat o'zi. 8 odam bo'lsa. 8 odamligi 1.2lik motor. Keyin 7 odamligi 1.2lik motor, LB1 deydi, 144 million. Bu 7 odamlik bo'ladi, lekin kapitanskiy vosita. Travers, ya'ni Traversga o'xshab bor. Oylanmaga chiqadigan yoki chetlarga uzoqroq yerlarga ketadiganlar uchun zo'r ekan. Zo'r. Keyin Damas Mov Pass 1 odamlik motor, LB0, 149 million. Bam 1 odamlik, ikkisidan bir xil, bu 154 million. İkisinin farkı bu 8 odamlik, shundan shu to'shni 149lik. Keyin bu 154 million, bu kapitan sizini bo'ladi, Sakarisiya bo'ladi. İçinde üstünden yukarıdan peçkeler, yani net turadi, havo berib turadi. 7 odamli bo'ladi. 7 odamlik bo'ladi. Bu sal komfortroq bo'ladi, ama nisbatan jalg'ib. Komfort darajasi bor. Keyin bu avtomobilimizda tushuntiradigan odamlar 2, 7, 8 odamlikdan iborat. Aytib o'tdim-ku. 2 odamlikdan ham 7, 8 dan aytdik. Uzunluğu 4 metr, 4.42 santimetr bo'ladi. Kengligi 1.6, balandligi 1.8, g'ildiraklar bazasi 208, yoqilg'i bakining hajmi, ya'ni ichali benzin olib keladi. 45 litr benzin olib keladi. Yuk ko'tarishi 650 kg. Shina 14lik. Endi eng global savolda Umirbek aka. Bu 8 odamli bo'lgandan so'ng qaysi kategoriyalar talab qilinadi pravoda? B yoki D talab qilinadimi, necha yo'ladi? Endi bu endi bir narsa deb bilmayman, to'shni. Uni aytgandan keyin texpasportdan qarab beramiz. To'liqroq ma'lumot beramiz. Xo'p, buni hozirda kelib ko'rish uchun faqat ishi modeli bor, bu 8 odammi, to'g'rimi? Xudo xolasa, bugun yana 20-yanvar uzoq 2 kunda yana bir variant keladi, uni ya'ni eng lyuksi keladi. Shu 154likdan keladi. Kapitan xudo xolasa shu yerda kelib ko'rishlarini mumkin tashlaymiz. Xudo xolasa. Svetlar hammasidan bor. Svetlarni topamiz. Gap yo'q. Ichki sig'imlari necha yo'lada ekan? Odam o'tirgan vaqtda o'zini qulay his qiladimi ekan? Assalomu alaykum, videosi ham bo'ladi axir. O'tirish necha o'tirish? Ajoyib. Udobnimi? Damasda o'tirib ko'rgansiz? Damas bor o'zimda. Necha katta kichikligida? Damaslar ham yaxshi.
kattami, kichkinami, bir xilmi? Tomonlaganda kattaroq, keyin Kattaroq o'tirsiz. Udobniligi nechik? ajoyib. Zakonnimi? Gap yo'q. Salomat bo'ling. Damasdan ham ko'p katta olingan, bak kattadan ham katta. Bu konditsioner bilan Arkasından şuradan o'tirib ko'rdik biza 100 kilodan ziyod odam o'tirdi, 100 kilodan ziyod. 3dan bemalol o'tirdi buning arkasida. aytmancha bularni amortizatsiya bu narsa nechik bo'ladi? Yani 3 odam mindiramiz hozir, during. 3 odam mindirib ko'ramiz yani. Shep keling siz tayyor ekansiz. Keling men keling. Bir minut. Keling. Siz ham keling. Keling siz ham yengilroq bor. O, 180. Avamma bu ham 180dan ziyod emas. İzlemeyiz, izini. Qani go'yali qani? Oba. Aha. Al shuni o'zida. O'tingizdan orqani qaring. o'zini 3 odam o'tiracak. Mesela eng qisqa joyi shu, orqasi. 180 dan ziyod og'am hammasi. Hammasi. Necha oldu arkası? Nechik? Qisildingizmi? Og'am lekin Qisildingizdan normal svobodniymi? Svobodniy. Damasdan orqasida o'tirib kelgansiz. 3 odam o'tirsa nechik bo'ladi? Unda qisilqasiz. Bunda nechik? To'g'risini aytaylik, ochiqchasini. Zakonnimi? Oynalar ochiladi deymi? Aynası açıladi, keyin aynası açıladi. Ochiladimi? Ochiladi. Oo, nima ajoyib. Dumzo'r. Bunlardan lüktan ham katta bu kadar. Gap yo'q. Qani. Qo'lni tushadi o'zim. Sa, mening bu o'zani yarg'anlayna. Yozligini zo'rda baribir. Taniyotgan urib bermang. Buni ochib beringkani? Ochib bering buni. Ochpang doyi. Aynan. Qani ko'rala. Yine havo chiqib turishini. Ha, imbedan, ha, yaxshi aytibdilar. Yosh bolalar endi ochib qo'ysa bo'lmaydi. Yosh bola orqa o'tadigan bo'lsa, yaxshi aytibdilar shu ishni. Yo'qdan ko'ra bu ajoyib. Tonirovkani urib qo'yarlang. Chiroyli bo'ladi. Yomon kommentariy chiqadi, shunda yo'qdan ko'ra bor deding-ku. Ha? Shunda kommentariy ham chiqadi. Yo'q, rostdan yo'qdan ko'ra bu aytib, yosh bolalar ham endi uratib qo'ysa bo'lmaydi. Yo, chotki o'zi haqiqatan Zakon. standartga javob beradi aytib Ha, qo'ydi. ha. Bu 8 odamsan. Gap yo'q. Zo'r. Endi uni eng asosiysi narxlarni aytqang, 300 so'mdan boshlanadi. Narxlari 134 dan boshlanadi. 154 bo'ladi. Hozir shartnoma berib turibsiz? Shartnomamiz yozilsa yo'q. Yo'q, hozir. Yo'q. Damaslar bor dedik. Xudo xohlasa endi chiqishi bilan sana o'zing Og'abekdan chaqirib e'lon beramiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. O'zimizni Instagram profilimizda bizetini aytib o'tamiz nasib bo'lsa. Endi eng asosiysi Cobalt, qolgan Onyx Trekkerlardan o'yingilik o'tib turibdimi ekan? Cobalt avtomobildan ishlaymiz birinchidan bo'lsa, Cobalt avtomobilimiz hozir 2 xil variantda shartnomamiz bor, ya'ni Cobalt Style MCM. Bu 156 million 100 ming so'm. Aha. Midnight MCM pozitsiyasi 165 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. Bu 2 xil shartnomamiz bor. Kelib bemalol to'lovni qilsalar, xudo xolasa, men bir oy ichida yetkazib beramiz. Endi obunachimiz ochiq aytali, yili 25 bo'ladimi yoki 26 mi? Yili Cobalt'dan 26 bor. 26 bo'ladi. Ava. Tushunarli. Svet hammasidan bor. Sveta hozircha shartnomasi bor, lekin avtomobil yetkazib berish muddati 1 oy. Obunachim ko'p so'radi, Og'abek Cobaltda rassrochka ochiladimi ekan? Bormi ekan? Rassrochka hozircha yo'q. Kredit bormi demoqchi? Kredit bor. Kredit nechga olib Kredit ya'ni Kapital bankdan bo'ladi. Oldindan misol uchun 25% ni to'lasalar, Style MCM aytadigan bo'lsak, 156 million 100 ming so'm, 25% 39 million so'm bo'ladi. 5 yilga chiqarib beramiz. Ya'ni har oyna 23.9% dan, ya'ni oylik to'lovi 3 million 367 dan tushadi. Tushunarli. Obunachlar biza kreditni tavsiya qilmaymiz. Faqat obunachimiz so'rab bering deganligi uchun so'rab berib turibmiz. Inshaalloh agar nasib bo'lsa bir kelib naqd to'lab olgansa menimcha yetmasa kerak. Xo'p, Onyx va Trekkerlardan yangilik Umr aka? Agar yana bir pozitsiyasi bormi, agar 50% to'layman desa, 22.9% dan beramiz Cobalt'a. Ya'ni 8 million so'm to'lasa, 3 yilga har oyna 3 milliondan chiqarib beramiz. Gap yo'q. Bu yangi svetlari bilan. Ava. Yangi svetlarni. Endi Onyx Tracker avtomobillarimizdan bo'lsak, bularga oldindan 20, 25, 30, 35, 40, 50% ni to'laman avtomobilni bemalol kelib halol narsaga, ya'ni 0% dan xaridlashlari mumkin. Bilmagan obunachlarimiz uchun Onyx va Trekkerlarning narxlarini hozirda eng xodoy variantlarini aytib o'taylik. Misol uchun, shuni aytadigan bo'lsak, birsini tushuntirib beramiz yana. Ava. Bu LTZ Plus varianti. Bu mexanik bo'ladimi, avtomat korobka Bu bo'ladimi? avtomat korobka birinchi pozitsiyasi. Ya'ni mo'ldan bo'lsa keling. Naqd puldan bo'lsa 184 million 899 ming so'm. Naqd asalar. Ava, ratsrochka puldan bo'lsa o'zini davlat bahosida beriladi. Aha. Ya'ni 199 million so'mdan beriladi. Misol uchun oldindan 25% to'lasa, o'sha chiqarib beramiz. Aha. Ya'ni Oho, 25% to'lasa 49 million 974 ming so'm bo'ladi. Ava. 30 oyga bo'lib beriladi, 4 million 997 dan tushadi. 5 million atrofidan. Misol uchun men pulim ko'proq desa 30% to'lasin. Ava. 59 million bo'ladi, 60 millionga. Oyna ozroq tushadi ekan. 3 yil bo'ladi, oyna 3 million 800 dan tushadi. Yo'q, mening pulim bundan ham ko'proq desa 40% to'lab beradi. 79 million so'm to'lasa
79.900, başta 80 milyon o zaman. Ava. 4 yıla 0%dan 2.498'den düşedi. 2,5 milyondan düşedi. Tushunarli. 50%ni to'lasa 99.909 bo'ladi. 60 aya 0%dan bo'lsa 1.665'dan tushadi. Zo'r. Naqd baradon bo'lsa bir chegirmami, aksiyasi? Naqddan bo'lsa 1,5 million so'm kechbek qaytib berib bilaman. Shu yozilgan naqddan 1,5 million so'm Yarazandan qaytib beraman. Agar bizada asatkamizda qilgan mashina bo'lgan bo'lsa, 2025-yil bo'lgan bo'lsa, unga ham skidka berib bilaman. Traktor bo'lgan bo'lsa 12 million so'm skidka beraman. 12 million. 12 million, hozir tushuntirib beraman. Umirbek aka, modim qiziq bo'ldi. Ayniqsa shu aytganingiz. Aytolmayman. Aytolmayman. Narxi necha so'm bo'ladi ekan? 12 million oz pul emas, anaqa 2025. Zali yo'q 2 oy eldinki. 12 million emas, 32 million so'm qaytib beraman. 32 million. Misol uchun shuni oladigan bo'lsagina, traktor avtomobilini Primerni hisoblab berala, premier variantini oladigan bo'lsa, ava. Shu mashina primeri qiziqda. ko'pchilikka emas, o'zi hamma shu variant masalan, shu mashina o'zini berib beraman. Aha. Bu mashinani ishlab chiqargan yil 25-yil. 2025. Misol uchun oladigan bo'lsa, 272 million so'm bu davlat bahasi. Ava. 20 million so'm qaytib cashback. Ava. Cashback deb o'zi skidka. Aha. 250 ga tushdimi? Naqdamadi u? 250 ga. Ava. Yana 12 ga qaytib beraman shundan. 240 Shunda ga. 240 ga. Shu traktor, shu rangini, shu mashina o'zini berib beraman. Faqat yilında farqi bor. 2025 bo'ladi. Yilda farqi bor. Bez probek xolansiyati bo'ladimi? Shu mashinaning xolasa. Ish svet. Qorasi bormi? Qorasini yo'q, oqindan bor. Oqindan bor, ish svetdan bor. Ish svetdan bor. Ha, tushunarli. Shu mashinadan bor. Yangi yoziladigan bo'lsalar, ya'ni 26 o'tkaladigan bo'lsa narxi necha bo'ladi? 26 odam bo'lsa 252 million bo'ladi. 1,5 million so'm cashback qaytib beraman. Bundan tashqari 250 million 500 million bo'ladi. 250 million 500 ming so'm. 251 bo'lgan, to'g'ri. Ishga 1,5 million so'm qaytib berasiz. Qaytib beraman. Tushunarli. Ha, xolansiyatdan bo'ladi unda. Xolansiyatdan bo'ladi. Tushunarli. Endi obunachilarimizga ish vaqt, ish kundan bir qisqacha aytib o'tsangiz. Bizda hamma kun ish kuni. Dam olish Ish kuni yo'q, dam olish yo'q. Baragasini ber. Bozor kuni bo'lganda navbatchi bo'ladi. Gelib bemalol savollar bo'lsa, shartnoma olaman desa, gelib olib ketishlari mumkin. Ekranda qo'ygan telefon nomerlarimiz ishida. Ekranda qo'ygan nomerlarimiz ishlaydi. Bizning manzilimiz Urganch shahar, San'atchilar ko'chasi 24-uy. Oddiy qilib tushunadigan bo'lsam, masalan, Obilgan ko'piridan kelishingizda Taxta bozor 70 chap qo'lda joylashgan. Ha? Ko'pchilik Xivadan kelsa, masalan, Xiva tomonidan kelsa, oldingi telesentrning qurugi bor, bilsangiz. Telesentrning qurugidan to'g'ri kelsa, Taxta bozorga kirib, Taxta bozordan o'tgandan keyin 10 qo'lda joylashgan. Telefonlarimiz 95lik 606 66 55 ag'abek. Soat nechadan nechaga ishlaysizlar? Soat 9:30 ishlaymiz shu vaqtda. Kelaveradilar. Kechada ham o'tiramiz 8 ga ham. Qolgan ma'lumotlarni kommentariyada yozib qoldirsangizlar, keyingi videomizda Umirbek akamdan so'rab berishga harakat etamiz. Agar kelib ko'raman degan obunachilarimiz oldimizda gunda ish vaqti ekan. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, xato kamchiliklar bo'lmasa uzrlar. Ishlangiz omad, sog'lom bo'ling yurtdoshlar, hammangiz sog' salomat yurishni tilakdoshimiz, ya'ni davlat institutsiyalar xodimlarimizga sog'lik, omonlik, yurtimiz tinchlik yo'lida harakat qilib turibsizlar. Shu ishlaringizga unum baraka. Dehqonlarimiz ham ishlarni omad, sog' omon bo'lib, dehqonchiliklarni qut baraka to'ldirib, ya'ni 25-yilda hamma yer to'lib ketdi. Bozorga yurasan-ku, meva-cheva deysan, hamma narsa parch. Mo'l ko'lchilik. Mo'l ko'lchilikmi? 26-yilda undan ham zo'r bo'lsin, xudo xolasa, sifatlaringizga do'lib tashib, nera qo'yadi bilmay o'tirasizlar. Arzonchilik bo'lsin. Asosiysi musobaqani yurtdoshlarimiz. Hammangizni ishlaringizga omad, sog' omon, oilangizni bag'ringizga, aziz boshingizni omon saqlab, xudo xolasa, sog' salomat oilangizga yetib kelishni tilakdoshimiz. Kisangizni pullar do'ldirib qo'yinglar. To'yating, joy soling, pullaringizga mashina oling, faqat yaxshi kun yuzab yursin. Bizda xizmatda turadi. Salomat bo'ling.